Assalomu alaykum. Bunchalar zo'rsan kursini kutib o'tirgan tomoshabinlar, yaxshimisizlar? Kayfiyatinglar yaxshimi? Biz kursini boshlashga tayyor turibmiz. Mana Farida ham bugun ochilib, sochirilib, qip-qizil kiyimlar kiyibdilar. Ha, bugun kayfiyat yaxshimi? Kayfiyat har doim zo'r, Abbos. Mana savollar sizga mana. Insonni mana keling rangga o'xshatsak, siz meni qanaqa rangga o'xshatasiz? Misol uchun sizni qizilga o'xshataman. Ha, qiz bo'lgan qizil. Siz meni qanaqa rangga o'xshatasiz? Hech qaysi rangga. O'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Bilmasam sizga qanaqadir rang topish kerak, boshqacha rang topish kerak. Siz chunki o'zingiz ajoyibsiz-da. O'zgacha rang bo'lish kerak sizga. Ya ish qilib hozir bu nima? Shunda kompliment bo'ldimmi yo hozir yerga yurish bo'ldimi yo ko'tarish bo'ldimi? Qanaqa tushungan bo'lsangiz. Endi kutishga majburmiz. Kelsalar xayrlashamiz. Keldim, ja kutib qolgan bo'lsangiz. Qandaysiz? Yaxshi, rahmat, siz yaxshimisiz? Qo'lingizga nima oldingiz? Shunchaki gul, chiroyli ekan. Bu kichkina gul sizga yarashmayapti, Farina. Boya kursimiz boshladik, bu ochilib chiroyli bo'lib qolibsiz dedim-ku. Ya'ni boya bunday o'ylab qarasam, bitta momo qaldiroq kichkina gul berdim. Shu Olijanob ish. nima deydi? Menga chidab kelayotganingiz uchun deydi. Marhamat, oling. Rahmat. Shu sizga. Pulini to'lab ketishim kerak-a? Ya. Yo, to'lab ketishim kerak-ku, to'g'rimi? So'nggi tugunga joyga qo'yib ketsangiz bo'ldi. Yo, olib beraymi? Yo, mana qarang. Olib bersam, uyga olib ketasizmi? Yo'q. Men oling. Oling mana, azizlar mana. U yog'ini isboti bilan ko'rasizlar. Men akalarga pulni beraman. Ketdi va'da. Mana do'stonasiga mana sizga sovg'a. Bugun kun uchun. Bo'ladimi? Rahmat, Abbos. Bo'ldi mana. Lekin mana kameradan tashqari keyin berib ketish yo'q. Ketdimi? Bo'ldi mana, azizlar mana. Men bu bitta gul olib beraman. Hurmatli bugunlar olib. Yo'q, kerak emas. Menga shart emas, to'g'risi unchalik xush ko'rmayman. Uyga borib qo'yib qo'yasiz. Hurmatli yurtdoshlar, ertagacha o'zinglar asringlar sog'-salomat bo'linglar. Xayrlashganimizda kamera o'chirmaysiz, men pulni ham to'layman. Qani marhamat, xayrlash. Rahmat. Men o'ylayman, jentlmenman. Voy xo'p, oliyjanob yigit, rahmat sizga kattakon sog'-salomat bo'ling. Oliyjanob ish deya o'xshaysiz. Marhamat. Azizlar, agar bu ko'rsatuvimiz sizga yoqqan bo'lsa, juda ham xursandmiz. Ayollarimiz, qizlarimiz har doim mana shu gul kabi ochilib yurishsin. Erkaklarimiz ham, yigitlarimiz ham kayfiyati zo'r bo'lsin. Asosiysi bunchalar zo'rsan ko'rsatuvdan uzoqlashmang. Albatta, bir dona gul bilan, misol uchun o'zingizdan do'stinglar bo'lishi mumkin, singlingiz bo'lishi mumkin, onajoninglar xursand qilsanglar bo'ladi. Halolarini balki. Albatta. 1 2 3 bunchalar zo'rsan. Bunchalar zo'rsan. Sog' bo'ling. Yuring Baxtiy aka. 98 60. Bir marta. Hayotda bir marta menga gul olib berdilar. Xursand bo'ldim lekin. Chunki kutmagandim Abbosdan. Jonim. Bo'ldi. Bekzat aka bo'ldi, yutada boshqalar urmaydi. Az ko'p gapirib yuboraman. Yo, mana chek, mana. Tashladim.